Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Boshqirdiston, Tatariston. Bugun mana tagi shayton o'zingizni xo'jag'izni inauguratsiya ishladingiz. Nechik onda? Rahatmi? Rahatmi? Bir narsaga o'zgardimi? Qoidalar eshitib qoldim. Bugun xabarlarda veteranlarga kechirimda bermaganlar, 10 ming berganlar. Boshqa davlatlarda beralar. Şoluk O'zbekistonda $200 ol 21 ming, где-то 21 ming deb шулай сөйлиләр. Исходя от этого, Россияда пожизненно грабили народ и будут грабить. А вы, как говорится, выбирайте дальше этого гандона.